Xullas mana ishlar o'jda ketyapti, bolalar yaxshi haydashyapti hozir. Xudo xolasa, nasib bo'lsa, ertalabgacha haydab bo'lamiz. Haydab bo'lib, orqasini yopib, baranalab ham ulguramiz inshaalloh tonggacha. Chunki bu tonggacha yopilib bo'lish kerak. Hozir salarkamiz ham keladi, yoqilg'imiz. Hozir bolalarga o'jinim chorasini qildik. Asosan Lalmikarda haydalaydigan yer oqshom haydaladi. Kunduz kuni haydalmaydi. Ertalabgacha quyosh chiqqancha, tong bo'zargancha tugatish kerak. Ustini yopib. Namni saqlaydi shu bilan. Bo'lmasa kesak bo'lib qoladi. Kesak bo'lishga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Kesak bo'lishga yo'l qo'ymaymiz-da. Orqasini yo mola bilan yoki barana bilan yopib qo'yishimiz kerak, ulgurishimiz kerak shunga. Bu Otabekjon bu. Mana meni ukam kelyapti. Oh. Doniyor. Yangi top olindi. Yangi topdan kelyapti. Tokda tubigacha haydab bordi. Bir ketish kerak bo'lsa, yana bir ketadi. Kelyapti. Olislarda. Bu serqatnov yo'l. Serqatnov yo'l, judayam serqatnov. Kuni bilan, kechasi bilan, tuni bilan aholi to'xtamaydi, juda serqatnov. O'sha serqatnov yo'lda ustida turibmiz hozir. Jiyan qarayapti uni chuqurligi. Nam qanday qaytaryapti? Yaxshi qaytaryapti? Mana shu tunda haydaganda namni o'zi ham qaytaraveradi. Shuni shamollatib qo'ymasdan ertalabga yopib tugatish kerak. Yerda shamollatib qo'ymasligimiz kerak-da.